Assalomu alaykum. 40 Prezidenti Donald Tramp Venesuela qirg'oqlari yaqinida narkotikvotchilarga qarshi 6-chi zarba berilganini e'lon qildi. Hamas halok bo'lgan garovdalanganlarning jasadini topshirdi. Yordamida urib tushirish vazifasini soddalashtiradigan qoidalarni muhokama qilmoqda. Foydalanuvchilar, biz boshladik. Pokiston-Afg'oniston chegarasida yana to'qnashuv yuz berdi. Xalqaro hamjamiyat vaziyat keskinlashib ketishidan xavotirda. Bugun 15-oktyabr kuni Pokiston va Afg'oniston chegarasida qurolli to'qnashuvlar kuzatildi. Chegaraning Kurram va Kotam atrofidagi hududlarida har ikki tomon o'q va artilleriya zarbalari bilan bir-birini nishonga olgan. Harbiy manbalarga ko'ra, to'qnashuvlar kechasi boshlangan va bir necha soat davom etgan. Afg'oniston tomoni Pokiston chegaradagi postlarga hujum uyushtirib, javob operatsiyasini amalga oshirganini e'lon qildi. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, hujum davomida 58 nafar Pokiston askari halok bo'lgan. Pokiston armiyasi esa bu da'volarni rad etib, o'z navbatida 23 nafar harbiysi halok bo'lganini, biroq 200 ga yaqin Tolibon jangchilari yo'q qilinganini ma'lum qildi. Xalqaro hamjamiyat vaziyatdan xavotir bildirmoqda. Saudiya Arabistoni Xitoy tomonlari muzokaraga chaqirdi. Qisqa muddatli o't ochishni to'xtatish e'lon qilingan bo'lsa-da, chegara hududlarida vaziyat hanuz keskinligicha qolmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Venesuela qirg'oqlari yaqinida narkoterrorchilarga qarshi 6-chi zarba berilganini e'lon qildi. AQSh prezidenti mudofaa vaziri Pit Hegseth bilan birgalikda Amerika kuchlari Karib dengizi janubida giyohvand moddalar kontrabandasini qiluvchi kemada halokatli zarba berganini ma'lum qildi. Hujum oqibatida AQSh razvedkasining da'volariga ko'ra, kema giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi Falastinning Hamas harakati Qizil Xochga garovga olingan yana 4 kishining jasadini topshirdi. Bu haqda Isroil mudofaa kuchlari matbuot xizmati ma'lum qildi. Qizil Xoch jamiyati tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lgan garovga olinganlarning jasadlari bo'lgan katta tabut ularga topshirildi va G'azo sektoridagi Isroil armiyasiga berilmoqda, deyiladi bayonotda. Eslatib o'tamiz, 13-oktyabr Isroil kuchlari Qizil Xoch qo'mitasi orqali garovga olinganlar qoldiqlari NATO Rossiya qiruvchi samolyotlarini raketalar yordamida urib tushirish vazifasini soddalashtiradigan qoidalarni muhokama qilmoqda. Nashrning yozishicha, hal qiluvchi qonunlar samolyotning qurollari va trayektoriyasi bo'ladi. NATO ittifoqining Yevropadagi oliy bosh qo'mondoni Aleksey Grinkevich havo va raketaga qarshi yagona mudofaa tizimini yaratishga chaqirdi. Gazetaning manbalariga ko'ra, bu unga javoban kuch ishlatishning oldini olish mumkin bo'lgan milliy zaxiralarni yo'q qilishga yordam beradi. So'nggi 24 soat ichida butun dunyo AQSh prezidenti Donald Tramp bilan bog'liq voqealarga e'tibor qaratdi. Biroq uning navbatdagi tashrifi davomidagi eng yoqimli quyidagilardan namoyon bo'ldi. Sionist rejimni hatto oddiy sionistlar ham to'g'ri sevishi va unga qattiq Netanyahuga bo'lgan muhabbati uni himoya qilishi va ishi bo'yicha sud jarayonlarini to'xtatishni so'rashi, AQSh qudrati va Amerika qurol aslahalarining ustunligi haqida qayta-qayta gapirishi, Falastin masalasiga salbiy munosabat, go'yoki bu ishg'ol ostidagi xalqning haq-huquqi emas, shunchaki siyosiy bahsdek ko'rsatishi, mintaqa xalqlari va yetakchilarini haqorat qiluvchi muomalasi, bu uning Knessetdagi nutqida ham, uchrashuvlardagi gaplarida ham yaqqol ko'rindi. Yaqin Sharqni faqat pul to'planadigan joy sifatida ko'rishi, tarixni bilmasligi, joriy urush 3000 yillik tarixga borib taqaladi degan iddaosi. Aslida esa u 1917-yilgi Balfour va uning ortidan o'tkazilgan sionistlar foydasiga qilingan anjumanlar natijasidir. Yengilmas kuch sifatida sahnadagi eng kuchli omili bo'lib turibdi. Agar Hamas xalqqa qarshilik ko'rsatmagan edi, bu uchrashuvlar umuman bo'lmasdi va Falastin unutilib ketgan bo'lardi.
Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda Ukrainaga 20 dan 50 tagacha qamatli tomofon paketlarini taqdim etishi mumkin. Belarus prezidenti Lukashenko yadroviy urush boshlanishidan ogohlantirdi. Hech qanday prezident Ukrainaga urushni to'xtatmasligini bu yadro urushiga bo'lgan vaziyatni keskinlashtiradi. NATOning safarga bo'ldi. Hujum qilinadigan Rossiya obyektlari allaqachon nishonga olingan. İşanchingiz komil bo'lsin. Kaliningrad urushning ilk soatlarida yo'q qilinadi. Pokiston va Afg'oniston chegarasida yana to'qnashuv bo'ldi. Kecha 14 oktyabr kuni kechqurun Tolibon harakati Pokistonning chegara postlariga hech Putin uchun halokatga aylanishini ta'kidladi. Chunki alyans davlatlari dushman harbiy bazalariga, jumladan Kaliningrad va Sevastopolga halokatli zarbalar berilishini aytdi. General Xolkov avvalgi mo'jizalarni NATO va Rossiya o'rtasidagi potensial urush bilan to'g'ridan-to'g'ri solishtirish noo'rin ekanligini aytib, vaziyatning jiddiyligini urg'uladi. U g'arb davlatlarining Rossiya neft gaziga qaramligi samarali to'sqinlikka xalaqit qilganini va Rossiyaning tajovuziga qat'iy javob berish zarurligini ta'kidladi. Xo'jayiz Kremlga ogohlantirish berdi. Generalning so'zlariga ko'ra, agar 25-yilda Polshaga Ukraina kabi hujum qilsa, NATO havo kuchlari va quruqlikdagi kuchlari tomonidan yo'q qilinadi. Shuningdek, u 11 yil avval urush boshlanganida Yevropa, AQSh va Kanada Ukrainani qo'llab-quvvatlaganini tan oldi. Biroq Rossiyaga nisbatan energetik qaramligi sababli u paytda Rossiya tajovuziga aniq va qat'iy javob berilmaganini ta'kidladi. Ishonchingiz komil bo'lsin. Kaliningrad urushning ilk soatlarida yo'q qilinadi. Rossiya harbiy obyektlari yo'q qilinadi. Sevastopoldagi har qanday Rossiya harbiy obyektlari ham vayron qilinadi. Shu sababli bu urushni Ukraina urushiga solishtirish to'g'ri. NATOning pozitsiyasini yo'qlagan holda Yevropa Rossiyani mintaqaning ichkarisigacha hujum qilishga tayyor turishi kerakligini ogohlantirdi. Polsha rahbari o'rinbosari Yevropaning sharqiy chegarasida Iron devori kabi mudofaa inshootlarini qurmaslik mas'uliyatsizlikni ta'kidladi. 2014-yildayoq Rossiya tajovuzi jazolanmasligini aniq ko'rsatib berishimiz kerak edi. Minsk kelishuvlari esa shunchaki kulgili bo'ldi. Hech qanday sanksiyalar Rossiyani xatti-harakatlarini o'zgartirmadi. Ular bu choralarni umuman jiddiy qabul qilmadi. Xulosa qilib aytganda, bu bayonotda G'arbning Rossiyaga nisbatan munosabatini keskin o'zgartirayotganini ko'rsatadi. Uning so'zlariga ko'ra, har qanday tahdid yoki tajovuzga kuch bilan emas, balki qattiq va harakatli zarbalar bilan javob beradi. Bu ogohlantirish uchun aniq va ochiq signal. Agar Rossiya yana urush yo'lini tanlasa, bu safar unga kechirim bo'lmaydi. Rossiyani qo'rqituvchi qaror qabul qilindi. AQSh Ukrainaga 20 dan 50 tagacha qanotli raketalar berishi mumkinligini aytdi. Bu qaror Kreml uchun ochiq signal va mintaqaviy tengsizlikni keskin oshirishi mumkin. Kiyevdan chiqarsa Rossiyaning qoq yuragiga yetib borishga qodir bo'lgan bu raketa Kremlga allaqachon qo'rquv va xavotirni solgan. Bu kelishuvdan tashvishlangan Belarus prezidenti Lukashenko yadroviy urush boshlanishidan ogohlantirdi. AQSh ma'muriyati Ukrainaga tomofon raketalarini muhokama qilgan. Maqolada ta'kidlanishicha, tomofon 2022-yildagi jangovar harakatlar boshlanganidan beri Ukrainaning qurolli faqat bittasi nosor qoldirib qo'ygan Rossiya qo'shin bu qarorda ojiz qoldi. Bu haqda Kreml kanali qaytaradi, voqealar kuzatib boramiz. Bizni hozircha shular voqealar rivojini doimgidek bizning kanalda kuzatib boring. Allohga o'qiganda hayron bo'laman. Bu yerda qanday ishtirokda bordik. Bu yerda boshqa bir masala bor. Isroil albatta genotsidni amalga oshirdimi? Chunki bu genotsid degan so'zni faqatgina biz qo'llayotganimiz yo'q. Masalan, muxlislar ba'zilari aytishi mumkin, nima uchun genotsid so'zini ishlatyapsiz? Buni xalqaro sud tomonidan genotsid deb e'lon qilindi. Huquqiy
ro'yxatdan tan olindi va bu genotsidga endi Isroil javob berishi kerak. Isroil qanday javob beradi? Bu albatta hozircha Yevropa davlatlari o'ta yumshoqlik bilan, ya'ni ko'rib turibmiz, hammasi yumshoqlik. Hali Isroilga nisbatan juda jiddiy sanksiyalar qo'llanilgani yo'q, Rossiyaga nisbatan 18 dalab, 17-18 dalab paketlar yo'q. Hali Isroil bunday paket sanksiyalarga duchor ham bo'lgani yo'q. Mamlakatlarning ba'zi personal sanksiyalarga duchor bo'lib turibdi. Bu ham